Hozirgi aytiladigan she'rimiz futbolning ashaddiy muxlislariga, ya'ni ularning o'zlarining tillari bilan aytganda futbol fanatlariga ataladi. Islomga qayting. Chempionat vaqti dinni unutmay, chin dildan takroran shahodat ayting. Lionel Messidan g'alaba kutmay, futbol fanatlari islomga qayting. Ronaldo sizlarning og'angiz emas, Gareth Bale pochchayo tog'angiz emas, hech biri islomda foydangiz emas. Futbol fanatlari islomga qayting. Tuningiz o'tadi g'aflatda bedor, yengilsa dodingiz dunyoga oshkor, yengsalar quvonchdan taqasiz tumor. Futbol fanatlari islomga qayting. Barselona desa boringiz fido, Real Madrid uchun joningiz fido, gohida nomusi oringiz fido. Futbol fanatlari islomga qayting. Ronaldo tirjaysa shodon kulasiz, Realni islomdan yaxshi bilasiz, din emas futbolga amal qilasiz. Futbol fanatlari islomga qayting. Messini sevadi ro'mollik xonim, Messi kim bor yo'g'i yahud bir zolim, islomda gumrohlar futbolda olim. Futbol fanatlari islomga qayting. Ko'z oching bo'lsa gar tiriklaringiz, insonga xos emas qiliqlaringiz, oyoqlar ostida o'liklaringiz. Futbol fanatlari islomga qayting. Ronaldo g'am cheksa ko'zingizda nam, gar o'lsa 15 yil tutasiz motam. Ronaldo sizlarni tanimaydi ham. Futbol fanatlari islomga qayting. Qalbingiz zanglatar havoyi kibr, sizdan gumrohda bo'lmagay sabr, mo'minlar qalbiga aylamay jabr. Futbol fanatlari islomga qayting. Zaqqum mevalarini yutmay desangiz, sirotdan xor bo'lib o'tmay desangiz, do'zaxga go'l bo'lib ketmay desangiz, futbol fanatlari islomga qayting. Iymonda mustahkam bo'lay desangiz, musulmon holatda o'lay desangiz, Alloh jamolini ko'ray desangiz, futbol fanatlari islomga qayting. Yod olmang ularning ismlarini, havas qilmang umuman jismlarini, aytib bermang menga taqsimlarini. Futbol fanatlari islomga qayting. Qayting, yetar yarashmas sizga bu qiliq, qalbingiz din qolib ularga iliq, siz qarmoqqa ilingan xuddi bir baliq. Futbol fanatlari islomga qayting. Oy sanab, kun sanab kutib ligani, baxshiga boradi schyot bilgani, yetar sizni shunchalar aldab qo'ygani. Futbol fanatlari islomga qayting. Allohim so'raymiz sendan hidoyat, hayotimiz bo'lsin hadis va oyat, bo'lar endi fanatlar bizlarga uyat. Futbol fanatlari islomga qayting.